Screen time masalasi. Hozirgi kunda kreditchilarning eng muhim masalalaridan bittasi screen time. Screen time qo'yish va screen time'ni to'g'ri ishlatish haqida. Hozir ko'rib turganingizdek, screen time qo'yilgan, secret qilingan, hamma narsa to'g'ri bajarilgan, lekin mijoz tomonidan screen time'ni udalit qilishga urinishlar bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, papetkalarni ko'rishingiz mumkin. Ushbu holatda xuddi shu dasturlar orqali, to'g'rirog'i dastur orqali screen time'ni olib tashlash imkoniyati bor desam ishonasizlarmi? Agar ishonmasanglar, ushbu videoni oxirigacha ko'ringlar va ko'rib olasizlar. Hozir ko'rib turgan dasturingiz FRP fayl dasturi bu screen time'larni o'chirib tashlash imkoniyatiga ega. Qanaqa qilib o'chirilayotganini video orqali ko'rsanglar bo'ladi. Botda developer mode degan iPhone'ni secret sozlamalarda ko'rinmaydigan holati bor. Ushbu holatda biz UchiTools dasturi orqali developer modni ochib olamiz. Botda hammasi ko'rsatilgan. Ochib olingandan keyin screen time, nafaqat screen time, siz qo'ygan iPhone Apple ID'ni ham remove qiladi, ya'ni o'chirib tashlaydi. Ushbu videoni oxirigacha ko'ringlar va sizlarda o'zingizlarda tushuncha bo'ladi. Va yana shu narsani aytib o'tishim mumkin. Bu narsadan qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Nima uchun qo'rqmasanglar bo'ladi deyapman? Botda faqat secret bo'lib qoladi. Agar sizni iPhone remove qilgan taqdirda, lekin baribir sizga taqaladi muammosi, chunki secretida iCloud qolib ketadi. Agar mijoz zbros qilmay, obnovit qilmay ishlatsa, demak, bu telefon qaytish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Bitta sizni minus tomoni, ushbu holatda agar remove qilinadigan bo'lsa, iCloudga tushira olmaysiz. Ya'ni ko'p holatlarda kredit berganinglardan keyin iCloudga tushirib qo'ysizlar, o'sha narsani iCloudga qo'ya olmaysizlar. Demak, hozir botda ko'rib turganingizdek, videoda security'si ga ruxsat beriladi, enable, ya'ni yoqiladi. O'sha ichki tizimiga kirish huquqini olgandan keyin ushbu dastur ishga tushadi va screen time'ni remove qiladi, Apple ID'ni remove qiladi. Screen time yana bitta narsa, Apple ID'ni oldingi darslarda ko'rsatib o'tganmiz. Qunt bilan hammasini ko'ringlar. Bundan keyingi videoda screen time'ni yana muhim bir jihatlari bor. O'shani ham qo'yganmiz. Keyingi videoda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. boya aytganimizdek fake reset bilan
blok qilishimiz kerak. Ya'ni telefon o'zidan o'zi obnovet bo'lib ketishini oldini olishimiz kerak bo'ladi. Hozir ko'rganimizdek o'chib yonganda telefonimizda qo'rqmasanglar bo'ladi. Agar ushbu xizmatdan foydalansanglar ham bo'ladi. Agar sizda ham shu Apple ID ila lock holati bo'lsa, majbur bo'lasizlar mana shunaqa usul bilan remove qilishni. Bu sizga ikki tomonlama ham zararingizga, ham foydangizga ishlashi ham mumkin. Hozir ko'rayotganimizdek shu mijozga deylik shu resetni oldini olishi va obnovet qilib qo'yishlarini oldini olib qo'yamiz va endi bu narsalarni sizlarga nima uchun aytyapman, sizlarda tushuncha bo'lishi uchun. Va hozir endi yonishini kutamiz o'rtoqlar. Ushbu kreditchi do'stimizga rahmat, video olishimizga yordam bergani uchun. Hozir endi ekran kodlarini teramiz. Ushbu videoda ekran kodi boshqa deydigan bo'lsak, безопасность, ya'ni himoya tariqasida kodlarni o'zgartirib ko'rsatganmiz. Ya'ni hammani ekran kodlarini qo'yish taktikasi har xil bo'lgani uchun. O'rtoqlar, yana yengitdan ochib, yana ishlataveradi mijoz. Xullas, aytmoqchi bo'lgan dasturimiz shu. Ya'ni screen time'ni bemalol yechish imkoniyatiga hozirgi kunda imkon bor.